aholimizni shu 1 yoshdan 100 yoshgacha hammasini tibbiy ko'rikdan to'liq o'tkazib, ularga barcha tekshiruvlarni o'tkazib, kunlik ma'lumotlarni berib, buni men Denov hamda biz Sarosot tumaniga kunlik ma'lumot so'rab turgan. Mana bu hozir hamma joyda butun respublikamizga bugun Sarosotda salomatlik marafoni tuman hokimi tomonidan start berildi degan narsa hozir aytiladi. Bizni ishimizdan nazoratga olishadi. Shuning uchun sizlarga mana bu hokim bobomiz bizni endi qo'llab-quvvatlab, bizni mana shuncha biz bilamiz qancha vaqt tizimligini, lekin kelib mana sizlar bilan mana shu ishni bosh qosh bo'lib bizda yo'lda startni ochib berib, endi biz faqat mehnat qilishimiz kerak. Xalqimizni roziligini olishimiz kerak. Sizlarga omad tilaymiz. Hukumat sizga ham rahmat. Sizlar shu nuqtai nazardan har bitta topshiriq ijrosini nazorat qilinadi. Har bitta klinika bo'ladi, tibbiyot muassasasi bo'ladi, uzoq qishloqdagi punktimiz bo'ladimi? Kunlik nechta odamni yoshiga qarab toifalar